Assalomu alaykum. 8-savollarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi savolda 20 faktorialni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bemalol 5 ni 4-siga ham, 3 ni 8-siga ham bo'linadi. Demak, 19 faktorialimiz 5 4-siga bo'linmay qoladi. Shundan kelib chiqadi 20 faktorialdan boshlab barcha sonimiz 2025 kvadratiga bo'linar ekan. Demak, javobimiz 2006 chiqar ekan. Keyingisi n faktorial 24 bo'ladiganlari. Endi 1 va 6 ni 5 ni tekshirib ko'radigan bo'lsak, to'g'ri keladi. Chunki 1 da 24, 5 qo'yadigan bo'lsak 144, 25 bilan 144 chiqadi. Qolgan 1 dan 2, 3, 4 larni qo'yib bemalol tekshirib ko'rish mumkin bo'lmaydi. 6 faktorialdan boshlab n faktorial sonimiz 9 ga bo'linadi. 24 bo'lsa 3 ga bo'linadi, lekin 9 ga bo'linmaydi. Demak, yig'inda 3 ga bo'linib 9 ga bo'linmaydi, to'la kvadrat bo'la olmaydi. Demak, javobimiz 1 va 5, javobimiz 6 chiqar ekan. Keyingisi n ga m kvadrat, n ga m to'g'ri burchak bo'ladigan bo'lsa, bunda vertikal qo'yilgan cho'plar soni vertikal qo'yilgan bo'lsa m plus 1 ko'paytirilgan n formula bilan topiladi. 2024 ga teng ekan. Gorizontallari m ko'paytirilgan n plus bitta 2025 ga teng. Buni yechadigan bo'lsak m teng 45, n teng 44 chiqadi. Demak, jami 1980 kvadratchani tashkil topgan ekan. Keyingisi to'rtburchak kvadrat yuzi eng katta bo'lishi, mana buni qilib olishimiz kerak. Mana bunday bo'lishi kerak. Buni endi yuzini topadigan bo'lsak qanday topamiz? To'ldiramiz. To'ldiradigan bo'lsak mana bu mana bu uchburchak yuzalari yig'indisi 10 chiqadi. Har biri 2,5 dan. Bular esa 1 dan bo'lgandan keyin 14. Demak, jami 14, 7 bo'lgandan keyin 49 dan 14 ayirib tashlashimiz 35 javob bo'lar ekan. Keyingi misolimiz, demak, bizda sonni har doim 1 qo'shganda yo raqamlar bittaga ortadi yoki 9n minus bittaga kamayadi. Endi bizda 1 ga ortishi mumkin emas, 9n minus bittaga kamayishi kerak. 9n minus bu n oxirida 9 soni 2024 bo'ladi. N teng 225. Demak, sonimizda oxirida 225 ta 9 bo'lishi kerak. Undan oldin majbur 8 bo'ladi, chunki sonimiz eng katta bo'lish, eng kichik bo'lish uchun mana shunday bo'lishi shart. 8 dan oldin yana 9 boshlanishi kerak. Nechtadir? Xo'p, shu nechtaligini topishimiz kerak. Yana 9. Endi majbur mana bu yerda 7 bo'ladi. O'zlaring hisob-kitob qilib ko'rishlaring mumkin. Chunki boshida 1 bo'lishi kerak. Mana bu yerda 0 bo'lishi kerak. Bu yerda qaysi son qolib ketishga majbur, chunki 9 bo'la olmaydi u. U 7 ga teng chiqib qoladi. Endi mana bu yerda nechta son borligini topishimiz kerak. Buni qanday topamiz? Bu hop, demak 2025 xonaliligini bilamiz. 4048 ga teng bo'lishga majbur. Eng kichigi 4048. Raqam yozib 4048 ligini foydalanamiz. Demak, bitta 1 plus bu yerda bitta 7 plus bu yerda n ta deydigan bo'lsak plus bitta 8 qo'shilgan. Bu yerda n ta deydigan bo'lsak nechta 9 qoldi bizda? 2025 minus n ta minus yana 3 dan ayirib tashlashim kerak 178 hisobiga. 2022 minus n ko'paytirilgan 9 teng bizda 4048 ekan. Endi bu tenglamani yechadigan bo'lsak 1574 chiqadi. Demak, 1574 ta 0 bo'lishi kerak ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. Demak, hop, 1 2 3 4 5 6 7 bo'lgan bo'lsa, jami 240 ta. Bu 3 kunda 100 ta. Bu 3 kunda 100 ta. Eng maksimum bo'lishi mumkin. Demak, oxirgi kuni 40 ta o'qishga majbur, chunki ikkinchi kun maksimum bo'lgandan keyin hamma kun birinchi 3 kun oxirgi kun minimum o'qishga intilish kerak. Demak, uchalasi 100 bo'lishi kerak. Ana endi bu maksimum bo'lishi uchun bu minimum bo'lishi kerak. Demak, buni 10 qo'yaman. Demak, 4-kuni ham minimum 10 ta o'qigan bo'lishi kerak. Xuddi shunday 6-kuni 40 ta, bu kuni 10 ta o'qigan bo'lishi kerak. Bu kuni ko'p o'qishi uchun bu kuni 50 ta, 40 ta, 10 ta, 50 ta.
kuni 40 ta. Demak, mana shunday 50 ta eng ko'pi bilan o'qish mumkin. Agar 50 tadan ko'p o'qiydigan bo'lsa, 3-kunda 10 tadan kam o'qishga majbur bo'ladi, chunki 7-kun 40 ta. 7-kun bilan 1-kun har doim bir xil o'qish bo'lib chiqishi kerak. 7-si. Demak, 2025 ta nuqta orqali teng o'yinlar bo'lingan. Bunda 2 burchak yo'q. 3 burchaklar sonini sanaymiz. 3 burchaklar deganimiz 2025 ta 3 ga bo'lishimiz kerak. 2025 taqsim 3 plus keyingisi 5 burchaklar soni. Taqsim 5 plus va hokazo. Endi 2025 burchaklar. 2025 taqsim 2025. Biz bilamizki, mana bu 1 chiqadi. Uni oldingisi 3 chiqishga majbur, chunki bo'luvchi bo'lgandan keyin eng pastdan ham bo'luvchi bo'lib kelishi kerak. Demak, biz 2025 ta bo'luvchilar yig'indisini topishimiz kerak. Va hokazo. Faqat 625 gacha bo'lganini, chunki 2025 olish haqqimiz yo'q. Ana endi buni hisoblaydigan bo'lsak 1726 chiqar ekan. Nima javobimiz 1726 ekan. Keyingi misolimiz, demak, 4-misolimiz boshlaymiz. 4-misolimizda tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bemalol a n teng n ko'paytir a ko'rinishda bo'ladi. A 81 2025 bo'ladigan bo'lsa, a sonimiz 2025 ni o'zi bo'lib qoladi. Demak, a to'rimiz 100. Bilamizki, 100 ning natural bo'luvchilar soni 100 uchun 9 ta, demak javobimiz 9 ta chiqar ekan. Keyingisi muntazam uchburchak. Demak, mana bu A D bo'lsa, A B C D nuqta oladigan bo'lsak, D A 3 ga teng, D C 7 ga teng. B'da kesma haqiqatan A'si to'g'risidan kesadi. Ana endi 3 7 bo'lgandan keyin bu 5. Bemalol hisoblab ko'rishimiz mumkin. Mana bu 60 graduslik emas, bu 120 gradus chiqadi. Demak, bu A'da bir to'g'richilik yotar ekan. A bizdan ABC burchak bisektrisasini so'rayapti. Mana buni bisektrisasi. Biz bilamizki, bisektrisa o'zi tushgan tomonlar nisbati bo'yicha kesadi. Bu 8x, bu 5x bo'lishga majbur. Y'sini topamiz. 13x'imiz 7 ga teng ekan. X'imiz 7 taqsim 13. Bundan y'si 35 taqsim 13 chiqadi. M plus n'imiz bo'lsa 48 javob chiqar ekan. Keyingisi Nodir ikkinchi qavatga chiqishi uchun demak, biz har bir anovni zinani belgilab 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13. Hop, birinchi zinaga 0 xil usulda, ikkinchi zinaga 1 xil, uchinchi zinaga 1 xil, to'rtinchi zinaga 0 xil. Chunki to'rtinchi zinaga borish mumkin emas. Endi 5-zinaga borish uchun 2 bilan 3 dan bosishga majbur. Va 2 ga necha xil usulda, 3 ga necha xil usulda chiqsa, 5 ga ikkalasining yarısı xil chiqadi. Demak, 2 3 ga bunga 2. 6-zinaga esa 3 bilan 4. 1. 7-zinaga 4 va 5 2. 8-zinaga 5 va 6. 9-zinaga borish mumkin emas 0. Xuddi shunday ketma-ketlik qilamiz. 10 ga 5, 11 ga 3, 12 ga 5, 13 ga 8, 14 ga 14 bo'ladigan bo'lsa 5 plus 3 8, 15 ga 13, 16 ga 0, 16 ga 16 bo'lishi 13, 14 bo'lishi 16, 17-zinaga bo'lsa 8 plus 3 21 xil usulda borishi mumkin ekan. Eslatma yaratamiz. Hop, chizadigan bo'lsak, bizdan mana bunday bo'lsa, o'tkazib, bu 75 ligi bor. Hop, bu balandlik. Bu ham balandlik. Bizdan mana bu burchakni so'rayapti. Hop, bu 45. 45 ga beraman. Bu ham 45, 75 bo'lsa bu 15. Mana buni o'tkazib, buni o'tkazadigan bo'lsak, hop, mana bu burchak 30 chiqadi, bu ham 30 ligi bor, chunki mana bu burchak 30. Ana endi bu teng tomonli uchburchak hosil bo'ldi. Uchburchak tomonlar A bu 45 bo'lgandan keyin, demak, bu ham 45.
Bu 60 bo'lsa, bu 45lik o'z-o'zidan chiqadi. Bu ham A, ildizi 2A, ildizi 2A bo'lib qoladi. Mana bu deltoid bo'ldi. Deltoidni deganlari perpendikulyar. Bu 90 gradus ekan. Demak, mana bu burchak 45, bu burchak 90ligi bor. O'bsha hisoblaydigan bo'lsak, 135 gradus ekan. Ya'ni bu 135 gradus chiqar ekan. 12 45 ga teng bo'lishi uchun yo 3 kvadrat ko'paytirgan 5 ko'rinishda bo'lishi kerak. Biz darajalarni yig'indisini olib olishimiz mumkin. Jadvalga sonlarni emas, darajalarni tasvirlashimiz mumkin va ikkita alohida jadval qilamiz. Birinchi, demak, barcha 3 jadval barcha raqamlar yig'indisi 2 bo'lsin. Uning holatlari ko'radigan bo'lsak. Xo'sh. Bu 2 0 0 bo'ladigan holatda 2 2 hammasi 2 dan tashkil topgan 6 ta. Hisoblash mumkin. Keyingi holat. Biz 3 uchun ko'ryapmiz hozir. Endi bittasi 2, qolgani 1 bo'lsin. Buni holat 9 ta, keyingisi hammasi 1 bo'lsin. Misol uchun mana shu holat. Buna holat 6 ta. Endi hisoblashimiz mumkin. 6 9 6 21 ta holat bo'ldi. Endi 5 ni birinchi darajasi bu muammo emas. Xuddi mana bular ustimiz faqat 2 o'rniga birlar yoziladi. 6 xil bor. Jami 126 xil holat bor ekan. Keyingi misolimiz, demak, mana shu funksiyaning eng kichik qiymatini toping deyapti. Agar a2025 ximiz minus son bilan ochiladigan bo'lsa, minus bilan ochilsa, mana buni hammasi bilan qisqarib ketadi. Qolgani hammasi plus, a2025 ximiz minus manfiy bilan ochiladigan bo'lsa, mana bular hammasi qisqarib ketadi. O'shanda faqat mana bu minus 1, qolgan hammasi plus 1, jami 2025 ta son bor. Demak, bitta plus 1 bilan bitta minus 1 ketadigan bo'lsa, 2023 ta 1 qolib ketar ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. Demak, mana bunday bo'ladigan bo'lsa, avval tekis 5 burchakka qirqib tekis qolamiz. 3 2 2 2 ikkita holati bor. Endi undan mana bu bilan bu bir xil bo'lgan holatlarni ayirib tashlashimiz kerak. Unday holatlar 3 2 2 2 1, chunki oxirgi bilan birinchi ustimiz tush kerak. Lekin mana ustimiz tushgan payti bu bilan bu bir xil holatlarni ayirib ketadi. Shuning uchun ketma-ketligimiz mana bunday bo'ladi. 3 ko'paytirgan 2 2 2 plus minus 3 ko'paytirgan 2 ko'paytirgan 2 ko'paytirgan 2 plus 3 ko'paytirgan 2 ko'paytirgan 2. Bunday ham qandaydir holatda qo'shilib qoladi. Minus 3 kere 2 holat qo'shilib qoladi. Demak, buni hisoblasak 30 xil chiqar ekan. Keyingisi, a plus b plus c soni qandaydir a x bo'lsin, a plus b plus c teng c y bo'lsin. Demak, a x teng c y. Demak, a x c y ga teng bo'lishi va a plus b plus c b eng kichik bo'lishi uchun x ga y a ga teng bo'lishi kerak. Demak, a x o'rniga a s qo'yamiz. A plus b plus c teng a s. B teng a s minus a minus c chiqar ekan. A bilan b eng kichik bo'lishi uchun a bilan c ga kichikroq son qo'yishimiz kerak. A ga 45, c ga 46. Turli bo'lgandan keyin eng katta umumiy bo'lish 1 ga teng bo'lgandan keyin 45 46 qo'yishimiz kerak. 45 46 minus 45 minus 46. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, 45 kere 45 minus 46, 45 kere 44 plus 1 minus 1. Demak, javobimiz 1979 chiqar ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. Demak, mana buni ochib chiqamiz. Demak, ochib chiqadigan bu, ochib chiqib soddalashtirsak, demak, nima chiqadi shuni ko'raylik. x1 kub plus x2 kub plus x3 ni kubi plus minusdan 3 x1 kvadrat plus
x2 kvadrat plus x3 kvadrati qo'shilgan 3 x1 plus x2 plus x3 minus 3. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, oxirida mana x1 plus x2 plus x3 v7dan yig'inining kvadrati minus 2 juftlab ko'paytirib ikkilangani. Buni o'rniga x kvadrat mana 0 ku. Minus x kvadrat minus ax plus 27 taqsim a larni qo'yib yuborib soddalashtiradigan bo'lsak, mana buni tenglikka kelamiz. Soddalashtirganimizda 27 plus 81 taqsim a minus 10 chiqadi. 27 a. Endi buni eng kichik qiymati bilamizki 54 minus 10 demak javobimiz 44 ekan. Hop, keyingi misollarimizga o'tamiz. Bunda minimum demak x ni minimum x ni qandaydir p ni darajasi ko'rinishida qidirsak, p q ni va hokazo darajalarni ko'rishni qidirsak, har bir tub son uchun darajalarni ko'rib chiqsak yetadi. Minimum a yu y ni endi xuddi shunday p ni birinchisi va hokazo ko'rishni qidiramiz. 2b ko'paytirilgan. Bu 2 ni o'zi-ku. Shuning uchun bemalol x teng 2 ni a'nisi 3 ni b'nisi, y teng 2 ni s'nisi 3 ni d'nisi ko'rinishini qidirishimiz mumkin. Shuning uchun minimum a yu ikkisi ko'paytirilgan qo'shilgan minimum 2a yu 3si teng a plus s. Endi buni tekshirib ko'rishimiz mumkin bemalol. 3a teng a plus s yoki s teng 2 holati bor. 5s teng a plus s yoki a teng 4s holati bor. Demak, faqat shu ikkita holat bor. Ya'ni x ni darajasi, tub sonlarning darajasi y nikidan 2 marta ko'p yoki 4 marta kam. Endi bunday holatlar qaysilar? 2 ni x uchun 2 ni a'nisi 3 ni b'nisi, y uchun 2 ni 2 a'nisi 3 ni 2 b'nisi yoki endi 4 ta holat bor. Har birini ko'rib chiqamiz. Shunda birinchi holatni misol uchun ko'radigan bo'lsak, 2 ni 3 a'nisi 3 ni 3 b'nisi holatlari chiqadi. Bunda a ni o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, a teng 0 bo'lsa, b teng 0, b teng 1, b teng 2 holatlar bor. Lekin 3 holat уже kattarib ketadi, 2 migrasiya ko'paytmas. Endi a ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, b ni 0, a ni o'rniga 1 qo'ygan b ni 1 va hokazo holatlar. Jami bunday holatlar 13 ta hisoblab ko'rishimiz mumkin. Sanab chiqsak 13 ta holat chiqadi. Demak, 17-misolimizni boshlaymiz. 17-misol Demak, 17-misolimizni boshlaymiz. 17-misol uchun bitta chizma uchun chizib olamiz. Demak, aylana berilgan. Aylanada bitta vatar o'tkazamiz. Demak, a b vatar deydigan bo'lsak, bunga omega 1 aylana a b vatarga d nuqtada urinadi. Bunga esa s nuqtada urinadi. Xuddi shunday ikkinchi aylanamiz. Bu nuqtada bu nuqta f, bu nuqta y bo'lsin. Mana bu burchak ADS 65 ekan. Mana bu burchak bo'lsa 50 gradus ekan. Yani YBS burchagini topishimiz kerak. YBS. Endi bizda mana bunday xossa bor. Mana bu ham bu uchburchakda bisektor esa bu ham bisektor esa bo'lib qoladi. Demak, bu alfa bo'lsa, bu ham alfa, beta, beta. Biz bilamizki ABSY to'g'ri
4 burchakka tashqi aylanib chizilgan bo'lsa, alfa plus beta 90 bo'lishga majbur. Demak, mana bu burchak 65 minus alfa, bu burchak bo'lsa 50 bo'ladigan bo'lsa 130 minus beta. Demak, jami 195 minus alfa minus beta yoki 105 gradus chiqar ekan. Demak, 18-misolimiz javobi 105 gradus ekan. 1919 nuqtai raqamli teng yoylarga ajratilgan. Buni ham chizmasini chizib qo'yamiz. Demak, mana shunda 445, 123 va m sonlari o'zaro ketma-ket kelgan. Sonlar shu tartibda joylashgan bo'lsa, m sonini toping deyapti. Endi bunaqa holat bo'lishi uchun mana bu A1, A2, A3, A4 va hokazo sonlar deydigan bo'lsak, ketma-ket A1, A2 demak A1 plus enta D enta n minus bitta D deylik. A1 teng A n ga faqat bundan mod 1919 bo'yicha, ya'ni ketma-ketlikda mana bundan bunga o'tishda 1919 ga bo'lganda qoldiqlar arifmetik progressiyani tashkil etish kerak qoldiq bo'yicha. Endi 445 dan 123 ga o'tish uchun nechta kamayyapti? Demak, 2 322 ta kamayyapti. Ya'ni biz 123 dan 322 ni ayiramiz. Teng x mod 1919 bo'yicha. Ha, x topadigan bo'lsak, demak 322 123 bo'lsa, bu minus 9 199 1919 dan 199 ayirsak 1720 javob bo'lar ekan. Keyingisi. Endi bunda biz o'zi jami S15 3 xil holat bor. S15 3 ta uchligini tanlab olishimiz mumkin. Bundan birta odam 2 marta yutgan holatdan tanlay olmaymiz. Chunki agar 2 marta yutgan bo'ladigan bo'lsa, A, B, S ketma-ket, mana A, B, S, A, B ni ham, S ni ham yutgan bo'lsa, bizda sikl mavjud bo'lmay qoladi. Demak, biz bundan ayirib tashlaymiz 15. Bunaqa holatlar mana A ham B ni ham S ni yutgan holat S 702. Demak, boshqa bizda chet holatlar yo'q. Mana shuni o'zini hisoblaydigan bo'lsak, S15 3 dan 15 ta S72 ni ayiradigan bo'lsak, javobimiz 140 140 javob chiqar ekan. 8-sinfli yechimlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.